hijob o'sha narsani aytayotganki, daf'i tavajjuh qilsin, boshqalarni tavajjusidan difo qilsin, nainki jalbi tavajjuh bo'lgilay bo'lsa. Xeyli nuqtai muhimdir mutojim. Parchalar ekan raqam ba raqam rang parchalar kelgan, bizlarning xohallarimiz ham bundan olib naqshinigor qilib, gulduzlik qilib buni kiyadilar. Joyiki daf'i tavajjuh bo'lgilay bo'lsa nimadi bu? Jalbi tavajjuhdir, boshqalarni o'zlariga qaratadi. Libosahoy shuhrat mufoxir bo'lmasin. Bir hijob banomi hijob deb xohallarimiz oladi, hatto 50 ming afg'oni qiymati bor. Abreshimi u qiymatbaho narsalardan oladi va bunga nima ham qiladi? Iftixor ham qiladi. Va bir dafa agar bir marosimga, to'yga kelgidek bo'lsa, marosim duumga o'sha kolani kiymaydi. Kiyam. Bola nima uchun? Bir narsa takroridir. Baharjon, islomga ko'p takroriy narsalarimiz bor. Qaysizda aytishingizdan bularni hammasini hasb qilishimiz kerak. Ro'zona 3 tapa non yeymiz, bola takroriy ekan yemaymiz degan. Ro'zona bizlar 5 vaqt namoz o'qiymiz, bola takroriy ekan nima qilasan buni? Har yilga bizlarda ro'zamiz bor. Bola bu takroriy ekan tark qilaylik degan. Lihozo 3-hadaf asli muhim shudiki, shuhrati va iftixoriy kolalar bo'lmasin. Va ham hijob degan narsa u emasdiki, tangu chasbida bo'lsa jonlariga boshqalarga tavajjuh qildirgan bo'lsa, aytsangizki bu hijobing shar'iy hijob emas, xohirjon aytadiki, "Valla mo'd ekan." Bas mo'd bo'ldi fa xotir rizoy Robbil alamin uchun ki. Har bir xohirdan ham so'rang, aytingki, namoz farzmi, farz emasmi? Bojonidil aytadi namoz farz. Haj farzmi, farz emasmi? Hanuz haj ustiga farz bo'lgani yo'q, tasmim bo'lganki inshaalloh tillomni sotib hajga ketaman deydi. Yo javon hanuz ham hech bir ustiga sunniyat haj umra ham lozim bo'lgani yo'q, talosh qiladiki, bu haj umraga ketgilay bo'lsa, aziz xoharim, bir farz ilohiy banomi hijobdir.